payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ota-onani ro'parasida o'tirib xizmat qilish emas, unga bir marta mehribonlik nazari bilan qarab qo'ysangiz, bitta haj, bitta umra dedilar. Savob qarang, savob topishning osonligini qarang. Ota-onangiz atrofida farg'ona bo'lish yo'lida tursin. Unga bir marta mehribonlik nazar qilganingizga Xudo taolo bitta haj, bitta umra dedilar. Bir sahobiy: "Ya Rasululloh, men bir kunda ota-onamga 1000 marta qarasam-chi mabodo? 1000 marta shuni qilib mehribonlik nazari bilan nazar qilsam-chi?" dedilar. Ey sahoba, ey do'stim, Xudo taborak va taoloning fazli agar sen 100 ming marta qarasang, 100 mingta haj berishdan kamaymaydi dedilar. 100 mingtasiga 100 mingta berasiz. Agar Xudo imkon bersa sizga bir kunda agar endi buni ketkazishni oling. G'azab bilan qarashni nima bo'ladi endi? Bir marta qarasangiz, bir marta shu sizni Xudoning oldida daraja tushganingiz, bir marta sizni Xudoning la'natiga qolganingiz shu endi. Bir odam kelib, "Ya Rasululloh, ota-onam menga xizmat qilgan. Men tug'ilganimdan keyin xizmat qilgan bo'lsa, menga 3 yil xizmat qilgandir, 10 yil xizmat qilgandir. Hamda unga 80 yildan beri xizmat qilaman. Ota-onamning haqqini uza oldimmi?" desa, uzolmaysan. U ota-onang senga 3 yil xizmat qilgan, ammo shu 3 yilda davomida seni hargiz o'lmasligini orzusida xizmat qilgan. Sen 80 yildan beri xizmat qilasan-ku, ammo qachon shulardan qutularkanman degan narsa bari ko'ngilga keladi. U ota-onaning ko'ngliga shu narsa kelmaydi.